Oyda aka. Mana bu pulni olib kechqurun keladigan Farrosh opaga berib qo'ying. Yaqinda o'g'lini to'yi ekan. Qarnimizdan yordam bo'lsin. Bunaqa pullarni ehson qilishga yetib kelisham oson bo'lmagan bo'lsa kerak-a. Hammasiga sababchi ayolim. Tuxumdan boshqa hech narsa yo'q degan. Bir amallab shuni pishirib turgan. Kechqurun nasib qilsa bozorlik qilib kelaman. Adasmasiga har doim ishonganman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qaddingizni ko'taring. Men ustaman. Oila sharoitim ham bunaqa zo'r emas. Lekin oilamdagi kamchilikni yo'q qilish uchun o'zimni o'qqa cho'g'ga urdim. Har xil ishlarda ishladim. Dastavkada ishladim. Hattoki oilam uchun mardikorchilik ham, gruzchilik ham qildim. Erkak kishi qila oladigan har bir ishni qildim. Ayolim esa tinmay duo qildi. Ey Allohim, hojam ishlarini rivojini bergin. O'zing hamma narsani berguvchi zotsan. Ularga barokatingni ortig'i, afzali bilan bergin. Har qanaqa holatda ham ularning yonida bo'lishga kuch ber. Tinimsiz harakat va ayolimning duolari orqali ishlarim yurishib o'z tijoratimni